Assalomu alaykum. Biz bugun zdobniy xamir qildik. Bulochkaga xamir qildik. O'shani retseptini aytaman hozir. 1 litr sut, 200 gram yog'. To'xta, kechirasizlar. 1 litr sut, 100 gram yog', 200 gram shakar, 1 choy qoshiq tuz, 2 choy qoshiq dro'j, vanilin. Xamir qilib, yumshoq xamir qilamiz. Bir marta ko'padi, o'rab qo'yiladi, bir marta ko'padi. Ko'pgandan keyin yana bosib qo'yasizlar. Yana bir marta ko'padi. Ko'pgandan keyin 100 gram sariyog' solasizlar ichiga. Yana ishlaysizlar yana. Ishlab, yana ko'ptirasizlar. Yana 3-marta bosasizlar. Zuvalachalar qilib xamir qilasizlar. Mana bunaqa ustiga, mana shunaqa ustiga pritsepka qilasizlar. Mana shunaqa pritsepka qilasizlar. Ichiga anaqa solasizlar. Ustiga birinchi tuxumga belaysizlar, tuxumga solasizlar bundoq qilib. Keyin mana shu nachinkaga, mana shu nimaga, pritsepkaga bundoq belaysizlar. Mana shundoq qilib. Ammo bunisi повидлали булочка. Bu повидлали булочка, mana yumshoq. Повидлали булочка. Yumshoq. Bu pritsepkaga 100 gram shakar, 100 gram un, 70 gram sariy yog', vanilin. Mana shuni xamir un qilasizlarda, bundoq qilib qalab, mana shunaqa bo'ladi. Mana bulochka bo'ladi.